Toshkentda yangi yil archalari qayerlarga o'rnatilgani ma'lum bo'ldi. 25-dekabrdan 10-yanvargacha poytaxtning 20 ta manzilida bayram tadbirlari o'tkaziladi. Bular Aziauz supermarketi, Yunusobod Gallery majmuasi, Yangi O'zbekiston bog'i, Uchtepa tumani hokimligi, Next savdo majmuasi, Tashkent City, Anhor lokomotiv bog'i, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi maydoni, bosh archa shu yerda. Central Park, Dream Park, Humo Arena muz saroyi oldidagi maydon, Taras Shevchenko ko'chasi, Ashxobod saylgohi, Magic City, millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar ishlari qo'mitasi, Al-Xorazmiy ko'chasi, Coca-Cola Garden, Mehrigiyo ko'chasi, Kompas savdo majmuasi hamda yangi Sergeli bog'i hududlaridir. Archa bayramlar soat nechidan nechigacha qaysi manzilda o'tkazilishi haqidagi ma'lumotni esa Telegramdagi qisqasi TV kanalimizdan olasiz. Bayramlarni yaxshi o'tkazing.